Hozir tirishqoqroq bo'lganmiz. O'sha butsa tikadigan bo'lganman. Bolalarni butsasini tikardim va kosibda ishini anaqa qilib qo'yganmiz. Hozir nonni yarim to'q qo'yganmiz. Zo'r tikardim-da, bolalar pul berardi. Pul ishlardik, endi o'zimizga, yo'l-yo'limizga bo'lsa, oilaga ozroq yordam beraylik deb. Yoqqa bu yoqqa borsak eski mana charm narsalarni, anozlarni olib qo'yardik-da, o'sha yamoqlar ham qilardik-da. Hatto ikkita, uchta butsadan bitta butsa chiqaradigan darajada ham tikkanmiz. Har bir gruppada 10 ta, 20 tadan to'p bo'lardi, lekin to'p qachondir charchaydi-ku. 20 talab har bitta gruppa trenerlari to'pini menga berardi, tikib ber deb. 10 ta to'p tikib bersam, bitta to'p balpaka qilardi. Hozirgacha akademiyada ana Javohir Ilyosov yoki yaqinlarimiz bor. Eslaydi. Ko'rib bo'lsam tikib bermaysizmi deb. Akademiyada ana bo'lib ketgan edi. Xonamda to'p bilan butsa ko'payib ketgan bo'laydi. Va mehnatdan hech qachon qochmaganmiz.